3 ta oila bemalol yashasa bo'ladigan hovli topib qo'ydim. Bu tarafimiz Oqay bozoridan kirib kelish, bu tarafimiz Sarbotirga 11-maktab tarafga chiqib ketish. Hovlimizni fasad ko'rinishi 23 metr atrofda bo'lyapti. Hovlimizga kirganimizda mana bu yerda 2-3 ta mashina qo'ysa bo'ladigan joy bo'lyapti. Bu tarafda hammom hojatxonasi. Ro'paramizdagi xonalardan ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda mana o'ng tarafda bitta mehmonxonasi, bitta xonasi, ikkinchi xonasi, bitta xona, bu tarafda hammom hojatxona, yana bitta xonasi, yana bitta xonasi. Bu tarafimizda umumiy 7 ta xona bo'lyapti. Bitta oshxonasi bo'lyapti. Bu ikkinchi qavatga chiqib ketish, bu taraf xosdivorga o'tish. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda chat tarafimizda bitta kichkina oshxonasi bo'lyapti. Bitta xona, ikkinchi xonasi, bu taraf hammom hojatxonasi bor. Yuqoridagi xonalar soni 2 ta bo'lyapti. Endi bu tarafdagi xonalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda chap tarafimizda oshxonasi, bitta ravoni, bitta xonasi, bu tarafda bitta xonasi bo'lyapti. Ro'paramizda arqa xosdivorga o'tish, ko'cha tarafdan darvozasi bor. Mana eni 8 metr atrofida bemalol yana bitta ixcham chiroyli kottej qilib foydalansa bo'ladigan joy yoki mana chorva uchun tayyor joy qilib qo'yilgan. Umumiy maydoni 10 sotik, 13 ta xonadan iborat hovlimiz bahosini 105 ming so'ralyapti. Ozroq tushib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Shunaqangi hovli oqtarib turgan tanishlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.